Xayrli kun. 8 fevral 2026-yil yakshanba. Klinikadaman, bemorlarning ahvolidan xabar olgani keldim. O'rtoqlar, bolalar va kattalar kardioxirurgiyasi, aritmologiya, kardiologiya bo'yicha agar savollaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Chet ellik, yevropalik mutaxassislar bilan birga murakkab bo'lgan operatsiyalarni amalga oshiryapmiz. Masalan, klapan saqlovchi operatsiyalarni, ya'ni klapanni almashtirmasdan, klapanni o'zini saqlab, plastika qilib operatsiyalarni amalga oshiryapmiz. Kichik kesmalar orqali operatsiyalarni, ya'ni tush suyagini katta qilib kesmasdan, qovurg'ani orasidan kichikligina kesib, operatsiyalarni va shu bilan birga yurakka tomir tikish operatsiyasida oyoqni kesmagan holda ko'krakning ichidan tomir olib operatsiyalarni amalga oshiryapmiz. Bolalar kardioxirurgiyasi bo'yicha juda ham tajribali bo'lgan chet ellik professor xirurg faoliyat yuritadi. Eng murakkab, qiyin bo'lgan operatsiyalarni ham amalga oshiryapti. Nafaqat xirurgiya, balki anesteziologiya, reanimatsiya, kardiologiya bo'yicha ham chet ellik mutaxassislar va shu bilan birga chet elda faoliyat yuritgan mahalliy mutaxassislar bilan birgalikda eng og'ir bemorlarga ham yordam beryapmiz. Tortinmasdan savol berishingiz mumkin. Telegram, WhatsApp bor. Tekshiruv natijalarini yuboring, tinmay telefon qiling, eslatib turing menga. Chunki vaqtida javob bermasam, keyin albatta sizlarga javob beraman. Kuningiz xayr o'tsin.